O'quvchilar SATga endi tayyorlanish boshlashgan paytida xuddiki yovvoyi jungliga xaritasiz kirib ketayotgan odamga o'xshashadi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki ular aynan yo'l qanaqa, SATga tayyorlanish qanaqa bo'lishi kerak, misol uchun qadamlar qanaqa materialdan foydalanish kerak, uni bilishmaydi. Va buni natijasida juda ham ko'p vaqtlar shunchaki isrof bo'ladi va ko'p o'qishlariga qaramasdan o'zlari kutgan balldan ancha past ball oladilar. Ushbu videoda men sizga ko'pchilik SATga tayyorlanishni boshlaganlar yoki ayni damda tayyorlanayotganlar ham qiladigan xatolarni aytib beraman. Va bu umumiy xatolar emas. Har bitta section bo'yicha, reading bo'yicha, writing bo'yicha va math bo'yicha har bittasi bo'yicha bo'lib chiqadigan xatolar bo'ladi va ularni qanaqa qilib oldini olish kerak, qanaqa qilib bu xatolarni o'zimiz qilmaslik kerak. Shular haqida gaplashamiz. Men shu paytgacha ko'p o'quvchilarimizga 200+ ballgacha o'z ballarini olishga yordam berdim. Ayrimlari shu berilgan 3 oy, 4 oy muddatda intervalda o'z ballarini 300 ballgacha va ba'zi 400 ballgacha ochishga muvaffaq bo'lishdi. Va shu tufayli nufuzli universitetlarga qabul qilinishdi. Bitta misolim, masalan, Rahimov School o'quvchisi demak SAT ballari yuqori bo'lgani uchun va umuman olganda applicationlar zo'r bo'lgani uchun yaqinda top 20 ga kiradigan University of Hong Kongga qabul qilindilar. Va undan tashqari men o'zimni ballim, ayni damda SAT ballim 1550, Math 790, afsuski hali ham, va English 760. Va ushbu videoda men sizga hop ko'pchilik SATni masalan boshlab, tugatib, o'sha ballni olib bo'lganlar o'zi boshlagan paytda qaniydi menga ham shunaqa road map bo'lsa edi deb bir xohlaydigan, bir wish qiladigan umumiy road map tuzib beraman. Bu videoda aytib o'tiladigan xatolarni qilmaslik sizga yoki qilishlik desak 1100 ball olasizmi yoki shu atrofdagi ball yoki 1400 ball olishingizga qaysi birini olasiz desak o'sha narsani hal qiladi. Shuning uchun oxirigacha har bitta xatoni o'tkazmasdan ko'ring, chunki bitta xato ham sizni ayni damdagi progressingizni 2 baravargacha sekinlashtirayotgan bo'lishi mumkin. Basically you have to make sure your effort actually pays off and not just wasted and burned out. So let's go. Let's start from general mistakes. Umuman o'zbek tilida bo'ladi, faqat inglizcha qismi ham ba'zida qo'shilib turadi. It's just my mixed language. Let's go. General mistakes. Umumiy xatolar. Bulardan birinchisi bu SATni endi boshlayotgan o'quvchi bundoq qaraydi, Telegram qaraydi, boshqa joyga qaraydi, 3 oyda, 2 oyda, 1 oyda bizning o'quvchimiz 1500+ oldi degan xabarni ko'radi-da. Men ham, masalan, 2 oyda yoki 3 oyda 1500 ola olmayman deb o'ylaydi. Bu ko'pchilik holatda to'g'ri emas, chunki boyiga Telegram kanalda e'lon qilingan natijalar hammasi ham afsuski boyiga 1500 olgan o'quvchi nechinchi marta imtihon topshirdi. O'sha kursga tayyorlanishni boshlashdan oldin darajasi qanaqa edi, aynan uni backgroundi qanaqa, u haqida ma'lumot berishmaydi. Agarda sizda science bo'yicha yaxshi background bo'ladigan bo'lsa, chunki SATda tekstni tushunish uchun, demak, siz kontekstni tushunmaydigan bo'lsangiz, umumiy ma'noni ola olmaysiz. Science bo'yicha yaxshi background bo'ladigan bo'lsa, IELTS 7 yoki o'zim olganda upper intermediate, endi upper intermediate 7 emas, upper intermediate kamida bo'ladigan bo'lsa va maktab dasturidan matematikani 8-9 sinfgacha yaxshi biladigan bo'lsangiz, 1 oy, 2 oy, let's say shunaqa bo'ladigan bo'lsa ham 1 oy, 2 oy 1500+ olishga yetmaydi. Endi 1400+ olishga demak 3 oy taxminan bir yetishi mumkin. Bu ham ideal ssenariyda. Siz o'sha kuniga eng kamida 4 soatdan deep work qiladigan bo'lsangiz va imtihonni tabiiyki endi rasvo qilmasdan umumiy hamma narsani aytsak, to'g'ri yondashuv bilan to'g'ri yaxshi performance qilib chiqadigan bo'lsangiz, 3 oyda boyaga aytgan demak requirementlar bilan aytsak 1400+ ball olish mumkin. Again, like in the cool scenarios. Hamma ham 4 soatdan deep work qilolmaydi. Hammada ham o'sha men sanab o'tgan yaxshi background yo'q yoki menda bor deb o'ylasa ham unaqa bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun iloji boricha boyagi timeline'ni, deadline'ingizni qachon SAT olishingiz bo'yicha shuni ozgina uzoqroq olish kerak. Chunki men ko'rganman o'quvchilarimizni qattiq harakat qilishadi, misol uchun iloji boricha. Lekin shu boyagi science background yaxshi bo'lgani yoki matematikadagi fundamentlar yaxshi bo'lgani, turli xil muammolar tufayli, misol uchun 2 oy, 3 oy vaqt sarflashsa ham o'sha 1500 olaman deb kutib, o'sha o'zlari xohlagan ballni ola olishmaydi va qaysidir ma'noda o'sha cho'kib qolishadi. Bu yaxshi emas. Bu sizni yana ham davom etishga
bo'lgan o'sha boyagi motivatsiyangizni so'ndiradi qaysi ma'noda. Shu uchun o'sha boyagi vaqtni kattaroq olish kerak va kutuvlarni, misol uchun 3 oyda men 1500 olib tashlayman degan darajada qo'yish kerak emas. Bunaqa oladigan o'quvchilar bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Unaqa exceptional, o'sha bir istisno holatlar hamma joyda bo'lib turadi. Misol uchun hamma narsa bo'lib turadi. Lekin bu aynan sizda ham bo'ladi deb kutish, menimcha juda ham yaxshi fikr emas. Yana bir SAT ga tayyorlanishni endi boshlaganlar qiladigan xato, men SAT beginnerlar deyman ularni. Bu diagnostik boshida o'sha boshlaganlarda full test topshirolmaslik. Bu nega kerak? Siz misol uchun 1 oy harakat qilishingiz mumkin, 2 oy harakat qilishingiz mumkin. O'shandan keyin o'zi qilayotgan ishlaringiz, strategiyalaringiz, kitoblaringiz, sinov o'qiyotgan bo'lsangiz ham o'sha harakatingiz o'zi foydasi bo'lyaptimi, sizni balingizni oshiryaptimi, progressga sabab bo'lyaptimi yoki yo'q, buni bilmaslik olib keladi. Agarda boshida balingiz qancha bo'lganini bilmasangiz. Bu birinchidan tabiiyki, misol uchun boshida o'lchamagansiz, misol uchun daily 2 oy, 3 oydan keyin mock topshirib ko'rdingiz, daily balingiz qanaqadir chiqdi. Boshida misol uchun qanaqaligini bilmaganingiz, misol uchun o'sha balingiz tabiiyki endi 2 oy, 3 oy qolgan bo'lsa o'sadi. Let's say o'sha o'sishdan keladigan bir motivatsiyani ololmasligingiz olib keladi. Bu yaxshi emas, bu tabiiy yaxshi motivatsiya. Misol uchun siz harakat qildingiz va o'sha harakatingizga yarasha misol uchun qanaqadir bir narsa oldingiz, let's say reward oldingiz, bu natija o'sishi. Buni ko'rish odamga yana ham o'qishga bir demak xohish beradi, fokus bilan boshqa narsa bilan. Va boshida agarda siz practice qilmagan bo'lsangiz, full practice qilmagan bo'lsangiz, ushbu tabiiy sof yaxshi motivatsiyadan quruq qolgan bo'lasiz. Ikkinchidan, o'sha boshida practice qilinmasligi, siz qilayotgan ishlar, foydalanayotgan strategiyalar, misol uchun foydalanayotgan materiallar, resurslar o'zi sizga foydasi tegyaptimi yoki yo'qmi, shuni aniq bilmasligingizga olib keladi. Bu yomon, chunki bu sizni shunchaki vaqtingiz, demak qancha o'sha progress bo'lyaptimi yoki regress bo'lyaptimi, shuni bilmasdan o'tib ketishga olib kelishi mumkin. Va men o'ylaymanki, siz vaqtini qadrlaydigan va iloji boricha mana shu SAT degan testdan yaxshi ball olib, applicationiga tezroq e'tibor qaratishni xohlaydigan talabasiz. So, shu uchun boshida agarda boshlaydigan bo'lsangiz, ya'ni SATni test topshirmagan, agarda boshlab turib hali ham test topshirmagan bo'lsangiz, iloji boricha tezroq boyagi full mock testni topshirish kerak. Endi keyingi xatoga o'tamiz. Xo'p, bunisi allaqachon practice qilgan va ayni damda practice qilayotganlar uchun. Meni o'zimda ham bo'lgan boshida, afsuski shunaqa bo'lgan. Nima deydigan bo'lsangiz, bu practice qilinadi. Misol uchun natijangiz chiqadi, ko'rasiz. Menimcha xato qilaman, men bunda bunaqa bo'pti deysiz, lekin full analiz qilmaysiz. Men full analiz bilan nima demoqchiman? Bu har bitta qilgan xatoyingizni, misol uchun math bo'lishi mumkin, English bo'lishi mumkin, English reading, writing farqi yo'q. Har bitta qilgan xatoyingizni, demak aynan nega qildingiz? Misol uchun nega siz tanlagan javob xato bo'lib chiqdi? Nega to'g'ri javob o'zi to'g'ri? Shuni ko'rib chiqmaslik. Nafaqat ko'rib chiqmaslik, yozib olmaslik, let's say. Endi Notionda shunaqa bir SAT mistake review table qilib chiqilgan, o'sha Farangiz degan Stanfordda o'qiydigan opa bor, chiqib. Men kanalimga joylab qo'yganman, borib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu juda ham katta yordam beradi va undan ham yaxshi varianti practice analiz qilishni, misol uchun xatoingizni analiz qilish, umuman qilgan mockingizni, testlarni analiz qilishni, bu to'g'ri javoblarni ham nega to'g'riligini ko'rib chiqish. Bu like full, ideal, perfect analysis bo'lardi. Agarda shunaqa qiladigan bo'lsangiz, sizni boyagi demak balingiz o'sishi tezligi, boyagi pace keskin oshadi. Shu uchun practice qilganingizni, analizni yozib, har bitta qilgan xatoyingizni iloji boricha sabablari bilan ko'rib chiqish kerak. Va unga yozish kerak. Misol uchun keyingi safar xuddi shu xatoni qilmaslik uchun siz nima qilasiz yoki nima qilmaysiz. Va oxirgi bir umumiy qilinadigan xatolardan bittasi bu demak noto'g'ri materiallardan foydalanish. Endi hozir yaxshi tarafi ko'pchilik demak SAT ga self study emas, endi menimcha ustozlar bilan tayyorlanishyapti, onlayn communityda bo'lishi mumkin, offlaynda bo'lishi mumkin. Ustozlar yaxshi material berishadi. Agarda siz misol uchun hozir ustoz bilan tayyorlanayotgan bo'lsangiz, endi beginnerlarga eng yaxshi material bu yoki resource bu Khan Academy, albatta ishlatish kerak. Up to date, hamma narsa bor.
tushuntirib qo'yilgan materiallar, videolar, exercise'larning explanationlari, everything is included. Let's say Khan Academy kirib unga tayyorlanishni boshlang. Agarda kitob kerak deb o'ylagan bo'lsa, tabiiyki classical video nimalar bor, kitoblar bor. Bu Erika Meltzer yangisi chiqqan Digital ICT uchun eskisini foydalanib qo'ymang, chunki eskilari paper based moslashgan va juda ham yordam berishi mumkin, lekin juda ham katta yordam bermaydi. Shuning uchun Digital ICT ga moslanganini ko'rib tayyorlanish kerak. College Panda ham bor, matematika qismi, uni ham DSAT ga moslangani chiqqan, 3rd edition, second emas. Men ko'rdim, ayrim joylarda, ayrim ustozlar o'sha second edition foydalanishgan ekan, bu yaxshi emas. Va Digital ICT uchun men o'zimga kashf qilgan oxirgi yilda yana bir resurs bor, bu PrepPros. Uni matematika bo'yicha ham, Englishni writing qismi bo'yicha ham, reading qismi bo'yicha ham zo'r materiallar bor. Va agarda siz misol uchun darajangiz zo'r bo'lsa, matematikadan 800 olmoqchi bo'lsangiz, advanced savollar ham chiqarishgan, ikkita qism bo'yicha. First editioni bor 150 ta, second edition bor 150 savollar. Juda ham katta yordam berdi bizlarning o'quvchilarimizga o'z matematika ballarini, ingliz ballarini oshirishga. Va u Erikadan ham ko'ra, meni fikrimcha, College Pandadan ham ko'ra aktualroq, yaxshiroq practice uchun exercise'lar berib o'tgan. Va bu kitobni qayerdan olaman deydigan bo'lsangiz, hammasini men Telegram kanaliga joylab qo'yganman. O'sha pastdagi o'sha izohlarga boradigan bo'lsangiz, demak kommentda men o'sha linkini joylab qo'yaman. O'sha linkdan borib kitoblarni olishingiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Endi faqat ingliz tilida qilinadigan, ingliz tilini ham reading qismida qilinadigan xatolar bilan. Birinchisi, bu SATni endi boshlagan o'quvchilar juda ham qiyin tekstlarni, demak o'qishga, ularni analiz qilishga, umumiy ma'nosini tushunishga moslashmagan bo'lishi mumkin. Bitta disclaimer aytib qo'yaman. IELTS Passage, men IELTSim 8, reading 8.5. IELTS Passage 3 dagi ham shunaqa tekstlar bor. Ular ancha oson, ishoning, Module 2 da tushadigan ko'pchilik, misol uchun reading savollaridagi tekstlarga nisbatan. Demak, ancha osonroq ularni tushunish. IELTS 9 bo'lgan odamlar, eski hech topshirmaganlar aytishi mumkin. Yo, IELTS ancha qiyin deb. Lekin endi men misol uchun umuman test topshirmagan odamdan o'sha test haqidagi ma'lumotni eshitmagan bo'lardim. Shu qiyin tekstni o'qishga moslashmaganlar boshida demak tekstni tushunishga qiynalishi mumkin va ular ko'proq, men ko'rganman, o'quvchilar detallarga, tekstdagi ma'lum bir qismlarga e'tibor qaratib qolishadi. Misol uchun tekstni o'qiydi, o'sha misol uchun ma'lum bir qismini tushunadi o'zini nonisi bo'yicha va o'sha tushunib olgan narsasi bo'yicha boradi variantlarga va variantni tanlaydi. Vaholanki boyagi tanlagan, oh my god, I'm using boyagi a lot, sorry. Xo'p, bu joyni chorni bilan qilamiz. Xo'p. Vaholanki ular bu joyda xato qilishdi. Qanaqa xato qilishdi degan bo'lsangiz, ular tekstning ma'lum bir qismidagina berilgan savolni yoki o'sha ma'lumotni olib, umumiy tekstga baho berishdi. Siz unaqa qilmang, siz main ideaga nima deyapti umuman olganda tekst, shunga e'tibor qarating, big picture ga qarang, shunda ishingiz 5 bo'ladi. Va SATs 1600 bo'ladi. Hazillashdim. Let's go. Balkim bo'lar. Yana bir ko'pchilik SATni boshlaganlar qiladigan xato, bu actually ko'pchilik SATga tayyorlanayotganlar ham, aynan tayyorlanayotganlar ham qilishadi bu xatoni. Bu qisman to'g'ri bo'lgan javobni tanlash. Ular qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, misol uchun tekstda ko'rganlar bor, misol uchun o'sha tekst siz practice qilgan bo'lsangiz ko'p Englishda shunaqa javoblar bor. Misol uchun boshini o'qiysiz, tekstdan to'ppa-to'g'ri tushadi, lekin davomini o'qiydigan bo'lsangiz, bu unchalik emas. Siz agarda endi boshlagan bo'lsangiz, boyagi narsaga e'tibor o'sha shoshib boshqa narsa qilib, siz noto'g'ri javobni tanlab qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha aniq o'sha misol uchun savoldagi so'ralayotgan narsani o'sha narsaga to'liq javob beradigan, to'ppa-to'g'ri, directly javob beradigan javobni tanlashingiz kerak. Va men xudo xolasa noto'g'ri javoblar o'zi qanaqa bo'ladi? Misol uchun ularning ham har xil turlari bor. Shu bo'yicha video chiqarishni plan qilaman. Uni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'ying. Meni xursand qilgan bo'lasiz. So, let's go. Subscribe. Subscribe qilgan bo'lsangiz, endi davom etamiz. Okay.
subscribe qilgan bo'lsangiz men xursandman, rahmat. Like I'm really happy for that. So let's continue. Endi readingda qilinadigan yana bitta xatolardan bittasi bu module 2 da men hamma narsani tushunaman, hamma narsada zo'r bo'laman deb o'ylash. Ayniqsa bu SAT ni endi boshlaganlarda kuzatiladigan xato. Ular misol uchun hamma reading savolini ishlashga harakat qilishadi. Misol uchun bitta savol 5 minut vaqt o'tib 5 minut o'tirishadi, hammasini ishlashadi. Misol uchun o'sha savolni ishlashadi. Menimcha bu yaxshi fikr emas. Nimaga deydigan bo'lsangiz, siz SAT ni boshlash degani yoki tayyorlanayotgan bo'lsangiz ham, misol uchun ingliz darangiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, siz tekstni misol uchun 5 minut o'qishga sarflarsiz, unda baribir ham zo'r 100% tushunishingiz qiyin bo'ladi. Tushunadigan bo'lsangiz ham boyagi demak module 2 savollar qiyin bo'ladi. Agarda siz misol uchun qiyin section tushgan bo'lsa, o'sha variantlarga borib qaraydigan bo'lsangiz, ularni shunaqa tuzilgan ataylab endi tabiiyki bir-biriga o'xshaydi juda ham katta. Siz misol uchun bitta savolga 6 minut, 5 minut sarflashingiz mumkin-da, and you still can get it wrong. Misol uchun men juda ham ko'p vaqt sarflab shunda ham misol uchun noto'g'ri olishim mumkin bo'lgan savolni balkim ishlamagan bo'lardim. Ko'pincha bu savollar module 2 da grafik boshlar bo'lishi mumkin. Juda ham katta tekst bilan juda ham ko'p ma'lumot berilgan bo'ladi. Juda ham ko'p vaqt oladi va siz uni ko'p vaqt sarflaysiz ham balkim to'g'ri olmasligingiz mumkin. Yoki misol uchun 14 yoki 15 tushadigan savollar bor. Inferences, endi bu 13-14 dan bo'lishi mumkin. Boyagi inferenceslarga uni tushunishga, kontekstga nima deyapti o'zi, aynan nimani so'rayapti o'zi, aynan nimani tanlash kerak, uni misol uchun hammasini tahlil qilib, to'g'ri javob tanlash juda ham ko'p vaqt ketadi. Agarda misol uchun hozirgi ingliz darajangiz bilmadim endi 500, 400, 600 atrofida bo'ladigan bo'lsa, o'sha savolni shunchaki skip qiling. Agar juda ham qiyin ko'rinadigan bo'lsa, men ishlamagan bo'lardim shunchaki va boshqa ishlashingiz mumkin bo'lgan savollarga e'tibor qarating. Endi bu iloji talabadan talabaga farq qiladi tabiiyki, ko'pincha. Men lekin ko'p holatda kuzatgan narsa bu o'sha o'quvchilar o'zi ishlashi ehtimoli past bo'lgan, ko'p vaqt sarflasa ham to'g'ri chiqishi, correct answerni topishi ehtimoli past bo'lgan savolga juda ham ko'p vaqt shu qolib ketishi hisoblanadi va menimcha endi siz buni qilmaysiz, chunki nega tushundingiz menimcha, nega bunaqa qilish kerak emasligini. Agarda savolni ishlamaydigan bo'lsangiz, qanaqa qilib misol uchun baland-ball olish mumkin deydigan bo'lsangiz, xavotirlanmang. 14 boyagi qiyin savol ham ishlashingiz payti keladi. Misol uchun agarda sizni English darajangiz 700 plusga chiqqan bo'lsa, endi boyagi savollarni ishlash kerak o'zi. Sababi nima deymiz? Endi bu yoqga baland qilish kerak. 750 misol uchun undan u yoqgacha harakat qilish kerak bo'ladi va boyagi qiyin savollarni ham ishlashingiz muhim hisoblanadi. Va shunchaki men aytib qo'ymoqchiman, module 1 da, English module 1 da misol uchun 2 ta 3 ta xato qilib, misol uchun module 2 da misol uchun 3 ta 4 ta xato qilib ham 700 yoki shu atrofdagi ballni olish mumkin. Shu uchun iloji boricha o'sha o'zingiz ishlashingiz ehtimoli katta bo'lgan, ishlay olaman degan bir ishonchingiz bo'lgan savollarni o'shalarga ko'proq e'tibor qarating. Va biz keyingi xatoga o'tamiz. Endi bu oddiy, buni eshitgan bo'lishingiz mumkin ko'p marta. Bu o'sha endi qiyin savollarni ishlab, ya'ni misol uchun boshida birinchi savoldan boshlab 27 gacha davom etish hisoblanadi. Bunda nima muammo deydigan bo'lsangiz, aytib o'tganimdek, reading savollar qiyin va ko'p vaqt oladi va siz ularda qolib ketib, oson grammatika savollarida yoki misol uchun translation savollariga yoki oxiridagi boyagi student notes bor, o'shalarga ulgurmay qolishingiz mumkin. Nima qilish kerak deydigan bo'lsangiz, 14, 15 o'shandan keyin standard English conventions demak savollar keladi va oxirida student notes keladi. O'shalarni birinchi ishlab olib, keyin o'sha boshiga qaytib, vocabulary savollarini, undan keyin qiyinroq bo'lgan reading savollarini ishlashga o'tish sizni ancha vaqtingizni to'g'ri manaj qilishga yordam beradi. Hozircha reading bo'yicha xatolar shu. Well, let's talk about writing mistakes now. Eng birinchisi men kuzatganim bu intuitsiyaga, ya'ni kim mana shuni shunday o'qib, this doesn't feel right, this feels good, this feels right deb o'ylab, o'sha o'zingizni oldingi grammar knowledge'ga juda ham qattiq ishonib olish, let's say. Menimcha bu ishlaydi. O'zingiz bilasiz uchun nimadir xatoligini, lekin bunga over reliance, ya'ni kim haddan tashqari ishonib olish yaxshi emas. Bizani o'quvchimiz bor, Abdurahmon degan. U kishida shunaqa muammo bor. Endi
shu uzoq muddat davomida Amerikada yashaganlar va grammatik qoidalar boshqa narsani ko'rganlarda ko'pincha nima bo'ladi? Misol uchun qaysi writing savolida xato qiladilar va men so'rayman, nega xato qildingiz? Nega misol uchun mana shu javob tanladingiz desam, I don't know, it just feels good. It just feels right deydilar. Lekin u tanlagan javoblar xato bo'lib chiqadi. Bunda misol uchun muammo nima deydigan bo'lsangiz, muammo siz aniq misol uchun tanlayotgan javobingizni nega tanlayapsiz bilmaysiz va xato qilsangiz ham nega uni xato qildingiz, let's say you won't understand it va bu yaxshi emas. Shuning uchun iloji boricha qoidalarni aniq o'rganib, o'sha qoidalar bo'yicha javobni tanlash kerak. Xo'p. Ikkinchi narsa, bu qoidalarni o'rganganda ham sizda bo'lishi mumkin bo'lgan muammo. Siz grammar qoidalarini, punctuation qanaqa ishlashini, misol uchun boyagi semikolon qayerda keladi, qayerda keladi, dash qayerda keladi, period qayerda keladi, comma qayerda keladi, hamma narsani o'rganib chiqqan bo'lsangiz ham, uni chuqur practice qilmaydigan bo'lsangiz, baribir misol uchun o'sha writing savollarda xato qilishingiz mumkin, chunki SAT ataylab endi iloji boricha tricky savollar tashlaydi. U tricky savollardagi tuzoqlarni, traplarni topish uchun, ularni avoid qilish uchun siz ko'p practice qilishingiz kerak bo'ladi. Va yana bir xato bu oxirgisi, bu transitionsda bu nima deydigan bo'lsa, men ko'rganman buni ham. Ayrim o'quvchilar qaraydi, masalan, bitta transitionda o'qiyapti, like it looks cool, it looks fancy. Va shunchaki o'sha talashadi. Masalan uchun keyin so'rayman, nega buni tanlading? Mana mantiqi to'g'ri kelmayapti-ku deyman. Keyin like they just feel bad for themselves. Shuning uchun qanaqadir fancy transitionlarga emas, aynan logicga tayanib javobni tanlash kerak. Don't make that stupid mistake. Writing bo'yicha hozircha shu, o'zi writing nisbatan oson bilasizlar. Agarda zo'r o'sha qoidalarni, grammar qoidalarini, punctuation qoidalarini to'g'ri hammasini tushunib aniqlaydigan bo'lsangiz va ko'p practice qiladigan bo'lsangiz, bu bo'yicha sizda juda ham ko'p muammo bo'lmaydi. Va endi oxirgi sectionimizga keldik. Bu math qismiga o'tamiz. Eng birinchisi, eng katta xato beginnerlarda va ayrim tayyorlanayotgan SATga уже anchadan beri tayyorlanayotganlar ham bo'ladigan xato, bu Desmosdan 100% yaxshi, to'g'ri foydalanishni bilmaslik. Misol uchun endi Desmos orqali bilsangiz kerak, tenglamani ishlash mumkin, funksiyalarni ishlash mumkin, ayniqsa juda ham oson, juda ham aniq, juda ham tez. Tengsizliklarni ishlash mumkin, mean, medianni topish mumkin, foiz savollarni ishlash mumkin. Lekin afsuski hamma o'quvchi ham buni yaxshi, to'g'ri bilmaydi. Siz shunaqa o'quvchi bo'ladigan bo'lsangiz, qayerda o'rganaman degan savol bo'lishi mumkin. Desmos bo'yicha ham biz video tayyorlaganmiz. O'sha kanalda, o'sha qiladigan bo'lsangiz chiqadi o'zi videos qismida. Borib, ko'rib, Desmosga aloqador hamma narsani, nima SATga kerak bo'ladigan, demak, bilim bo'lsa, hammasini o'rganib olib, trikmi, strategiyami, o'sha hamma narsani ko'rib olishingiz mumkin. U videoni tayyorlash uchun men umuman olganda 15 soat vaqt sarflaganman. Uni researchini o'ziga, demak, 5 soatdan ko'p vaqt ketgan. Men YouTube'dagi 30 dan ortiq video ko'rib chiqqanman va kitoblardagi hamma Desmosga aloqador qanaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, shuni foydalanganmiz va albatta practicega ham tayanilgan. Xo'p. Endi keyingi xato, bu meni o'zimni o'quvchilarimda ham bo'lib turadi ba'zida. Bu math basicsni bilmasdan SATni boshlash. O'tgan o'quv yilini boshida, sentyabrlarda biz yangi SAT guruh ochgandik va bir ikkita shunaqa matematika darajasi, o'sha fundamental darajasi, let's say, yaxshi bo'lmagan, kasrlarni hattoki zo'r bilmaydigan bir ikkita o'quvchi qo'shilib qolgandi. Men aniq boshida bilmadim ularni, misol uchun unaqa muammolari borligini. Chunki practice'da yomon ishlashmagandi. Keyinchalik bilinib qoldi o'sha mathda basic narsalarni bilmasliklari va biz ularga javob berdik. O'sha matematikani borib o'qing, keyin o'sha SATni demak, o'sha qaytib kelib davom ettirasiz degan ma'noda. Agarda siz ham matematikani fundamental qismini o'sha boyagi 7-chi, 8-chi, 9-chi sinfgacha yaxshi bilmaydigan bo'lsangiz, SATni hozircha boshlamay turgan ma'qul. Inglish qismini qilib turasiz balkim. Baribir fundamentni mustahkamlash kerak. Keyingi xato bu bu menda ham bo'lgan, o'zimda bo'lgan bunisi boshida va mana shu qilgan xatoyim tufayli, misol uchun, shunaqa ham bo'lib turgan. Endi bu 2 yil oldin bo'lgandi.
matematika qismidan 650 olishimga sabab bo'lgan. Undan oldingi imtihonda 740 olgan bo'lishimga qaramasdan matematika qismidan. Bu nima deydigan bo'lsangiz, practice qilayotganingizda shunaqa savollar bor. Bu savolni o'qiysiz-da, bilasiz, ishlay olasiz qanaqadir ma'noda. Lekin ishlaysiz, chiqmaydi and you're just stuck. O'sha bitta savolda, misol uchun 5 minutlab, 6 minutlab, ba'zida 8 minutlab shuncha qolib ketishadi va bu tufayli boshqa oson savollarga vaqtlar yetmay qoladi va o'sha paytdagi menga o'xshab SAT ballari past chiqadi. Siz bu xatoni qilmang va o'sha savolni ishlay olmayapsizmi? Misol uchun 1 minut sarfladingiz yoki maksimum 2 minut sarflab ishlay olmadingizmi? Just mark it for review and continue. Keyinroq qaytib kelib, vaqtingiz qoladigan bo'lsa, savolni qarashingiz mumkin. Yana bir SAT beginnerlar qiladigan xato matematikada bu geometriya savollarida yoki shunga o'xshagan savollarda, graphing savollarida tasavvurlariga haddan tashqari ishonib yuborish. Tasavvur orqali ham savol ishlasa bo'ladi, lekin siz miyada o'ylayotganingizda yozmasdan, o'sha boyiga uchburchak bo'lishi mumkin, boshqa narsa chizmasdan o'ylayotganingizda qaysidir bitta detalni tashlab ketishingiz mumkin va bu umumiy savolni xato chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun agarda aynan SAT beginner bo'ladigan bo'lsangiz, savollarni, o'sha geometriya bo'yicha savollarni daftarga yozib, uchburchakni chizib, aynan ko'rib ishlash kerak bo'ladi. Bu sizni ancha aniq, demak, javoblaringiz aniqroq va at-the-end of the day, demak, to'g'ri chiqishiga olib keladi. Matematika bo'yicha ko'pchilik, endi men o'qitgan va umuman olganda ko'pchilik o'quvchilarda ko'rgan xatolar shular hozircha. Boshqa xatolar ham bor qilinadigan, lekin men ko'proq hozir beginnerlar, SATni endi boshlaganlar qiladigan xatolar haqida aytib o'tdim. Agarda siz SATni boshlagan bo'lsangiz, yaqin orada yoki anchadan beri tayyorlanayotgan bo'lsangiz va men eslab o'tgan qaysidir xatolarni ayni damda qilayotgan bo'lsangiz, to'xtating. Bu boshida aytganimdek, sizni progressingizni 2 baravargacha, balki undan ham ko'p sekinlashtirayotgan bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, rahmat. Va o'zingizdan ham xursand bo'lishingiz kerak. Chunki xudo xolisa bu xatolarni qilmaslik sizni SATga tayyorlanish jarayoningizni ancha tezlashtiradi. Umumiy videoni rekap qiladigan bo'lsak, men sizga hozir actionable plan beraman o'sha bo'yicha. Birinchisi bu take a diagnostic test, ya'ni o'sha aniq hozirgi darajangiz qanaqa. To'g'ri paytgacha mock topshirmagan bo'lsangiz, full mock topshirib, aniq balingizni bilib oling birinchi. Va undan keyin o'sha practice qilayotgan paytingizda aniq bir xohish bilan nega qilyapsiz? Misol uchun o'sha bilan qiling. Shunchaki misol uchun bo'yishingizda shunchaki practice qilish yaxshi fikr emas. Aynan misol uchun men bu qism bo'yicha ishlamoqchiman yoki mana bu weaknessim bor, o'sha weaknessimni to'g'rilamoqchiman deb practice qiling. Va oxirgisi, agarda xato qiladigan bo'lsangiz, nega aynan o'sha xatoni qildingiz? Albatta har doim yozib boring. Har doim yozib borish kerak. Bu sizni progressingizni ishoning juda ham katta darajada tezlashtiradi. Xuddi shunaqa sizga SAT ga tayyorlanish jarayonida yordam beradigan foydali kontentni ko'rishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hit that subscribe button, like hit that guys, okay? Va video bo'yicha qanaqadir fikringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarga yozing. Keyingi videolarga nimalar haqida gapiraylik, nimalar haqida misol uchun men olib chiqay. Bu bo'yicha ham g'oyangiz bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozing. Men hammasini o'qib chiqaman. Kanalimiz unaqa katta emas hozircha. Va men iloji boricha hamma kommentlarga, izohlarga javob berishga harakat qilaman. Hozircha shu. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. So, see you in the next one. Let's get that 1500 plus. So, peace guys.